Soat 6:54 bo'ldi. Dushdan qabul qilib chiqdim o'sha. Endi kitob o'qiymiz. Shunaqa. Kitob o'qiymiz. И потом nonushta qilamiz. Ishga ketamiz. Hozir soat 9:12 o'tibdi. Men ishga ketyapman. Xullas, bugun ko'ylak kiyib ko'rishadi bugun. O'z sportivniy qulay menga. Ko'ylak kiyib ko'rishga qaror qildim. Soat hozir 9:45. 15 daqiqa kech qoldim bugun. Endi avtobus kutib qoldim. Ma'lumot. Hozir yo'lda qilamiz. Planni ko'rib olishim kerak. Obyektiv shunga qarab almashtiramiz. Va bu qobiq nerv impulsi hujayra bo'lib tez Ko'fidan olamiz. Uchalasi qo'shsak shuni chiqadimi? Asosiy o'qalamda nega Instagramga fotografiya bo'lsa-ki so'ng 22 ga 4 ni qo'shsa 28 bo'ladi-ku. Sizda soat 8:52 ekan va men uydaman. Xullas, ovqatlanib bo'ldim. Montajimni qildim. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, ertalab ana tuzish esimdan chiqqanda, to есть kecha kechqurun esimdan chiqibdi. Uxlab olgandim. Ertalabki plan tuzishim kerak edi. Hammasi как положено ertalab erta turdim. Kitob o'qidim. Tush qabul qildim. Nonushta qildim da ishga ketdim. Ishda ham foydali narsalar bilan shug'ullandim. Xullas, kunim yaxshi o'tdi. Reja qilmagan bo'lsam ham, уже menimcha sekin-sekin rejimga tushib oldimmi deb o'ylayapman. Yaxshi bu. Ertaga endi syomka bor. Ertaga necha 9:30 da ofisda bo'laman, 10 da syomka boshlanadi. Shunaqa hozir endi ertaroq uxlaymanmi devommi? Charchadim chunki. Bugun ko'p harakat qildim, syomka qildim, boshqa qildim. Xullas, uxlaymiz endi. Charchamanglar.